Alaykum, hammaga xayrli kun. Meni ta'sirlantirgan bitta voqea haqida aytib bermoqchi edim. Yaqinda DTSP haqida bitta voqeani aytib berdim. Endi u yoqda hamma aytishdi, tushuntirdingiz. Xullas, ota-ona o'zi qaror qabul qildi shunaqa. Endi siz bu narsani o'zgartira olmaysiz. Siz o'zingiz vazifangizni qildingiz degandek tipa nima aytishdi odamlar. Endi hozir to'g'risi o'zim ta'sirlanib ketdim. O'shanga aytib bermoqchiman. Bitta bemor bor edi. Biz uni Tojikistonda konsultatsiya qildik. Tojikistonda edik, keldi, onasi olib keldi. Bola DTSP 7-8 yoshlar atrofida, umuman yurmagan, shu paytgacha yura olmaydi. Oyoqlarida juda ham deformatsiya kuchayib ketgan, tonusi kuchli. Keyin biz unga operatsiya dedik. Onasi yig'lab aytdiki, "Shu men asrab olganman bu bolani shunaqa holida" deb aytdi. To'g'risi o'zimiz ham ta'sirlanib ketdik. Dedik, "Bo'ldi, operatsiya qiladi. Operatsiyadan keyin shug'ullansangiz, bolangiz eng bo'lmasa qadinok bilan yuradigan darajaga keladi" deb aytdik. Endi bu sentyabrda bo'lgan gap. Keyin undan keyin biz yana bordik, boshqa qildik. Ular juda ham uzoqdan kelganda, o'sha uchun na gipsini ochishga kela oldi. Keyin to'g'risi telefon qilaman, ular ruscha bilmas ekan, faqat tojikcha gaplashyapti. Bog'lana olmayman, WhatsAppdan qilaman, qizlarga aytaman, klinikadan telefon qilinglar, gaplashinglar, kelsin. Nima bo'layotgan ekan, gipsini ochdimi, korset taqdimi oyog'iga, bolani nima qilishyapti. So'radik, hech qanaqa javob bermadi. O'sha gipsni ochgan, uzoqdan biz kela olmaymiz deb aytishdi. Keyin onani shunaqa farosati yaxshi ekanki, endi asrab olgan bola bo'lsa ham, endi qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, o'zini bolasidan ham ko'proq mehr berib qarayapti deb ba'zi onalarni bilamiz. Misol uchun operatsiya qilamiz, shug'ullanmay qo'yadi operatsiyadan keyin. Keyin xullas shanba kuni WhatsAppdan xabar keldi. Yoqub degan bola, onasi saqlanib qilib qo'ydim, yozdi. Doktorga rahmat aytib qo'ying, bolam juda ham yaxshi deb 3 ta video tashlab yuboribdi bola bilan shug'ullanayotgani. Bola уже misol uchun yordam bilan bo'lsa ham oyog'ini to'g'ri bosib yurishni boshlaganini video qilib tashlabdi. Shunaqa xursand bo'ldim. Doktorga ham ko'rsatdim, ular ham xursand bo'ldi. Aytmoqchimanki, hamma narsa bunaqa kasalliklarda otaga, onaga bog'liq bo'ladi. Agar ota-ona shug'ullanib, bolani harakati uchun, bolani yaxshiroq hayot uchun harakat qilsa bo'ladi deb yana ham bir ishonchim komil bo'ldi.